Zoralar için akıbetini dikidon joy tapdım. Videonun ahirinden görseniz batafsil ma'lumot berib o'tamiz. Eski do'stlar, eski do'stlar, boshimning tog'i. Dasha sezonun başlandı. Hurmatli tomoshabinlar, shuning uchun biz bugun Xankali tumanimizda bir dana bo'lgan Vodopad Dasha geldik. Video davomida qisqacha obzor qilib o'tamiz Vodopad Dashamiz. Hurmatli tomoshabinlar, ko'rib turganlaringizdek Vodopad Dashamizda qayiqlar mavjud bo'lib, xalosansa Shovotning o'rtasida sizib bemalol dam olib ketishingiz mumkin. Yaqinlaringiz bilan oilaviy desangiz bo'ladi bu yerda. Vodopad Dashani bir ko'rib turganlaringiz tapçaları bo'ladi. 3 tane tapça mavjud bo'lib, o'zaki, kazanı, pazdozi hamma narsasi ichida, faqat xarajat aytchalarsa oilaviy va do'stlar bilan kelib dam olib ketsangiz bo'ladi. Dashamizni plus taraflarına keladigan bo'lsak, Dashamizda bog'i katta bo'ladi. Dashamizda bog'ida har xil mevalar bo'ladi, iste'mol qilsangiz bo'ladi bemalol. Aytib o'tganimni bir hech narsa kelib o'tirmaysa, xarajat aytchalarsa bemalol miya dam berib, dam olib ketsangiz mumkin. Batafsil ma'lumot uchun ekranda telefonim bilan qoldirib o'tamiz. Qo'shimchasini oilaviy kelsangiz ham bo'ladi. Hurmatli tomoshabinlar, bu videoni maksimal ko'p aqlma tarqatib tashlaymiz.